Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan American YouTube'da Shorts, Roblox Shorts video yasashni o'rgatib o'taman. Xo'p, misol uchun bitta kanal sizlar ko'rsataman. Xo'p, mana bu kanal 158 ming obunachisi bor, 278 ta video yuklagan. Bu kanalda 73 million prosmotr bo'lgan. 31-mart kuni 2026-yil ochilgan kanal. Xo'p, bunda eng mashhur videosi 5 million prosmotr bo'lgan. Bu kanalda bir nechta shunaqa videolar bo'lgan. 48 va 1 million 984 ming shunaqa prosmotr bo'lgan. Xo'p, bu videoni qanaqa yasaymiz? Buning uchun biz Roblox kirib olamiz. Xo'p, mana bu yerda eski o'yinlaring turadi. Xo'p, mana shu o'yinda video yasaladi. Buni nomini ko'rishlaring mumkin. Xo'p, mana shu o'yin ichiga kira olamiz. Xo'p, mana o'yin ichiga kirib oldik. Mana shu o'yin ichiga video yasaladi. Xo'p, buning uchun mana bu yerga kelamiz. Save zone degan joyga kelamiz. Ularda bitta bo'lsam, mana bu personajda turcha ko'ribgan bitta bo'lsa, bu o'zi uzoq tepadi. Ko'proq oyoq trenirovka qilsa, juda balandroqga tepadi. Xo'p, mana bu to'xtamizga tushdi. Bunda Brainrot yoki turli narsalar chiqadi. Come here! O'zimiz bazamizni qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mana ko'rishlaring mumkin. Bo'ldi, bu chiqdi. Endi CapCut'da montaj qilishni o'rgatib o'taman. Ichiga kirib olishimiz kerak bo'ladi. Bunda CapCut'ga plyusni bosib kiramiz, import qilamiz. Hozir olgan zapis qilgan videomizni tashlab olamizda. Mana buni pastga o'tkazamiz. Xo'p, biz videoni qirqish kerak bo'lsa, mana bu burchakdagi narsani tortsak, video uzunlashadi. Qirqishga oson bo'ladi juda. Xo'p, bu yerda olib kelamiz. Mana bu keraksiz joyini qirqib tashlaymiz. Qirqib tashlagandan keyin mana bunda format tanlab olsak bo'ladi. Biz hozir 916 shorts format tanlab olamiz. Xo'p, buni kattaroq qilamiz, o'zimiz kerakli bo'lgan formatda. Xo'p, misol uchun mana shuncha. Juda normalni. Xo'p, keraksiz joylarni qirqib tashlaymiz. Qirqganimizdan keyin video tayyor. Xo'p, bunda mana shu joydan boshlasa yaxshi. Xo'p, bu yerda keladi, ularda bosadi. Xo'p, bu yerda tepadi. Xo'p, kelib tushdi. Kelib tushib chiqqandan keyin, xo'p, mana bizga mana shuncha yetadi. Xo'p, bu tomoni keraksiz. Videomiz 26 sekundlik bo'ldi. Mana bu yerda skorostidan videoni qisqaroq qilsak bo'ladi. Mana bu yerda 20, 18 minutlik, 16 minutlik, 15 minutlik. Xo'p, save zone degan joyga kelamiz. Ularda bitta bo'lsam, mana bu personajda turcha. Xo'p, o'zimiz ovozni o'chirib qo'yamiz. Xo'p, mana bu tepgandan keyin mana bu yerda tekst yozuvni tanlab plyusni bosamiz. Mana bu yerda biron raqam ayirish yoki qo'yish sonini qo'shsak bo'ladi. 9 ayrilgan 4. Kommentariy yozish uchun bu. Xo'p, buni pastroq tushirsak, qora fon qilib olamiz. Xo'p, buni qo'yganimizdan keyin mana bu raqam chiqadi. Bu yerda stiker bo'limiga kirib pastroq tushsa, mana bu yerda
obuna bo'lish anonsi chiqadi. Green screen. Hop biz o'zimizga qulay joyda qo'ysak bo'ladi buni. Kichikroq yoki kattaroq qilib. Mana shu yerga qo'ydik. Xo'p, bu yerda o'zingizlarga kerakli narsalarni qo'shsalaring bo'ladi mana bu yerda. Xo'p, bunga mualliflik huquqi tushmaydigan musiqa bor, o'zi musiqasi. Videoni hamma joyi tayyor bo'ldi. Buning uchun biz bu videoga musiqa qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mana mualliflik huquqi tushmaydigan musiqa bor. Xo'p, videomizda bu musiqa 18 sekundlik bo'lgani uchun orqaga qaytaramiz. Xo'p, videoni ko'rishlaring mumkin. Come here. Videomiz tayyor. Buni eksport qilamizda. Bu yerdan papka tanlab olamiz. Papka tanlaganimizdan keyin mana bu yerda 1088 gacha yuklasanglar bo'ladi. Mana Telegramda yozsalaring, CapCut Pro kompyuter uchun Pro versiyasini tashlab beraman. Bunda 60 fps qilib 1080 videoda yaxshi. Hop, buni eksport qilamiz. Bugungi darsligimiz tayyor.